Man Inagamova Marfa Abduvarisovna, oliy toifali vrach shifokorman. NS Medical klinikasida ultratovush diagnostikasi shifokori lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bizning klinikamizda UZI tekshiruvining barcha turlari olib boriladi. Qorin bo'shlig'i a'zolarining ultratovush tekshiruvi, kichkina chanoq organlarining UZI tekshiruvi, buyrak, pochka, CD qopi UZI tekshiruvlari, urg'laylik tekshiruvlar, homiladorlikni erta tashxislash, homiladorlikni 2-3 semestr UZI tekshiruvlari, Doppler screening, bosh miyaning sonografiya tekshiruvi, brachitsefal sosudlarning UZI tekshiruvi, limfa bezlarining UZI tekshiruvi. Ulardan tashqari qo'l va oyoq tomirlarning dopplerografiya tekshiruvlari olib boriladi. UZI tekshiruvi juda oson, qulay va bezarar hisoblanadi. Hatto yosh bolalar bu tekshiruvdan oson o'tishligi mumkin bo'ladi. Albatta bizning klinikamizga murojaat qiling yoki call centrimiz 18-17 ga qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi.